Huzurimga 1 oy oldin bir kelinchak keldida. 3 yildan beri sistit kasalligi bilan davolanib kelar ekan. Natija vaqtinchalik bo'lar ekan. Ichmagan, dorisi qolmagan menimcha. Muolajalar to'liq. Chunki olib keldi, hujjatlari juda ko'p. Mana shu kelinchakka shifo Allohdan deb mana shu mahsulotni berdim. Yoniga yana ham kuchli ta'sir qilishi uchun mana shuni kapotuvchi mahsulotimiz bundan ham berdim. 1 oydan keyin analiz topshirasiz, qayta kelasiz desam, kelmadilar. O'tirib esimga tushib qolib aloqaga chiqdim. Siz nimaga muolajani to'xtatdingiz? Orasini uzish mumkin emas desam, 15 kun ichgandan keyin to'liq shifo topganimni sezdim va 1 oy ichida men bu kasaldan to'liq tuzalganimni sezdim. Sizga katta rahmat deb aytdi. Endi bu kasallik bo'yicha shifo ola olmayotgan bemorlarimiz juda ko'p. Shularning ichidan men bitta misolni keltirib aytdim. Mana shu 100% tabiiy mahsulotdan foydalanib, peshob tuta olmaslik, ruschasiga sistit kasalligidan xalos bo'ling. Agar sizga natijalar kerak bo'lsa, giyohlar saltanati deb nomlangan YouTube, Instagram, Telegram kanallariga ulanib, u yerda mana shu peshob tuta olmaslik kasalligidan shifo topayotgan bemorlarni ko'rib, xulosa qilib, kelib mana shu mahsulotlardan iste'mol qilib, sistit kasalligiga 100% tabiiy o'zingiz shifo topishingizga yordam bering. Biz sizga yordam berishga doim tayyormiz. Sistastop damlamamiz nafaqat yosh bolalarga va ayollarga, hatto erkaklarga ham foydali.